Men Oqboyeva Malakaxonman. Bu klinikaga shu ochilgandan beri kelamiz. Birinchi akam yotgan, Komilov Tursunboy. U keyin bizga tavsiya qilgan, keyin opam kelgan. Shamsiddin Marhamatxon, undan keyin mana Oqboy mamlakatimizda shu ochilgandan beri yilda kelib davolanamiz. Sharoitlar rosa yaxshi. Bizni Hoji opamiz hamisha Hoji opa bo'lgan. Rosa yaxshi, terapiya yaxshi qaraydi, yaxshi kutib oladi. Kelsak, yotmaymiz desak, ukollarni chiroyli qilib yozib beradi, uyda ham olaveramiz. Ko'proq men yota olaman. Birinchi kelgandagi holatingiz qanday edi? Hozir qanaqa holatingiz? Yaxshi, rosa yaxshiman. Kecha davlenalarim oshib baland kelgan edi. Juda o'zgarish bor edi. Bugun esa yaxshi, mana qo'llar davobda. Tanjolingiz sog' bo'lsin, omadlaringizni bersin hamisha. Ishlaringiz ilgari o'tsin, topganlaringiz Alloh baraka xayr bersin. Baxtimizga hojami ham tanjonlari sog' bo'lsin. Biz oilaviy kelamiz, doim shu yerda davolanib turamiz. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Hamma kelib davolanib ketsin. Hammaning dardiga Alloh shifo bersin. Shularning qatorida bizga ham Alloh shifosini bersin.